Sizlar bilan men Shox Gamer. Bugungi video roligimizda sizlar uchun 1.21 dan baland 1.21 dan baland versiyalar uchun ajoyib animatsiyali shaderli mod topib qo'ydim. Videomiz boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bu modni qayerdan topamiz desanglar, men o'z Telegram kanalimga bu modni tashlab qo'yganman. Shu yerdan kirib bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. Silkasi kommentariyada bo'ladi. Qani biz obzorni boshlaymiz. Birinchi obzorimizni nimadan boshlasak ekan? Birinchi obzorimiz albatta kiyimlardan boshlanadi. Masalan, sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bizda kiyimlar va mana qaranglar do'stlar, ajoyib kiyimlar bor. Bu yerdan eng birinchi bu previyda ko'rganlaringizda almas kiyimni kiyib ko'ramiz. Obzori bo'ladi almas kiyimni bu yerda. Wow, o'to'la просто tak dahshat turibdi-yu. O'rniki bizda hamma narsa 3D bo'ladi. Mana qilishlarni ko'rishlaringiz mumkin qanday o'ynatadi. Men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam mana do'stlar, ajoyib chiqyapti animatsiyasi. Qo'limizda kursi ham ajoyib. Yo do'stlar, mana qaranglar, tepadan pastga tashlasanglar, lekin mana bunday kuchlab urish uchun zo'r animatsiya ko'rsatar ekan. Yana nimalar bor? Masalan, sizlarga kerak bo'ladi hayvonlar emotsiyasi. Qo'yib uramiz va kechini qaranglar qochishini. Voy, dahshat modku bu do'stlar. Sirni ko'ramiz. Yugurishni qaranglar. Voy, do'stlar ham aytgancha, o'zimning animatsiyam mana shu yerda chiqadi. Nima desam, mana shu yerda chiqadi. Shu yerdan qanday yugurayotganlarimni ham ko'rishlaringiz mumkin. Men daxlan ko'rsataman. O'zi sizlarga eng qizig'ini ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, hozir kiramiz va qidiruvga kiramiz. Zombi xorsa, zombi spawn mana shu. Bo'lsa kerak. Bilmadim, mana uni qaranglar do'stlar. Yur. Do'stlar, masalan, bironta soya joyga yuguradigan qiladigan bo'lsak, mana bu yerda paydo qilamiz va soyaga qarab yur. Nimaga soyaga qarab yurmaydi? Qo'lda lapatkalari gitcha animatsiyalari bor. Qani let's go baby. Dahshat ishlab chiqarilgan. Endi nima? Yana nima ko'rsatsak bo'ladi? Albatta bizga Golden Apple kerak bo'ladi. Golden Apple tuxum. Nechta tuxum? Tuxumni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Golden Apple qayerda? Golden Apple. To'saqidagi ovozlarga e'tibor bermaymiz. Mana Golden Apple. O'sha yesha animatsiyalarni ko'rsataman. Qaranglar, qanday yedi. Yo'q, tuxum ham qo'lda ko'rinishni beryapti, ammo 3D ko'rinyapti. Bizda tuyalar o'zimiz yugurishimiz, mana bunday ishimiz. Birasham uchib ketganga o'xshaymiz. Keyin do'stlar, Pilus o'zini shederi bor. Shunisi menga yoqdi, lekin o'zini shederi borligi. O'zini shederi menga yoqdi. Sizlarga yana ularni ko'rsatamiz. Masalan, bitta almazli bronya emas, xullas, Netherite bronyani ham ko'rsatamiz. Netherite bronyani ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Qilishlari ham normalniy tashdi. 1, 2, 3. Wow, do'stlar, xuddi men jangchiga o'xshab turibman-ku. Dahshatligini qaranglar. Totemni ham ko'rishimiz kerak. Totem qanday bo'libdi? Yo do'stlar, buni hammasini o'ynab ko'rishingiz kerak. Sizlarga bu mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim video kommentariyasida bo'ladi. Qani let's go baby, hammaga xayr, sog' bo'lasizlar. Qolgan narsalarni o'zlaringiz ham ko'rib olishlaringiz mumkin. Bunday bo'lsa, Ender Dragon animatsiyasini ko'ramizmi? Давайте Ender Dragon animatsiyasini ko'ramiz. Do'stlar, mana Ender Dragon olib keldi. Ender Dragon ko'zini qaranglar do'stlar, qanday turibdi. Просто tak mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu o'yinlar. Xo'sh, o'tamiz. Hoppa. Shuni ko'rlaringmi? Shuni ashyaga tushib o'tmalar tez. Endi Endermenlar animatsiyasi. Qaranglar, qanday dahshat ishlab chiqarilgan. Qaranglar. Wow, porlashlargacha. Ender Dragon o'zgarmabdi. O'zgarganmi yoki? O'zgarmagan? Data o'zgarmagan menimcha. Ender Dragon o'zgarmas ekan do'stlar. Ender Dragon umuman o'zgarmas ekan. Hoppa. Ender Dragonda yutayim videoni yoqaman. Do'stlar, va nihoyat Ender Dragon o'ldiradigan va keldi. Jon to'ldiryapti plus. Tepa talasini chiqish kerak edi menimcha bu. Plus jon to'ldiryapti. Plus qo'lni porlatamiz va buni uddaladik. Do'stlar, Ender Dragonning tuxumini oldik va bu ham animatsiyali ko'rinyapti. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Shox Gamer bo'ldim. Like, obuna bosib qo'yinglar.